Yangiobod tuman axborot kutubxona markazi taqdim etadi. Jonatan Swift Gulliverning sayohatlari. Roman. Ruschadan Sotiboldi Yo'ldoshev tarjimasi. 18-asrning buyuk ingliz yozuvchisi Jonatan Swift o'zining Gulliverning sayohatlari nomli satirik romani bilan dunyoga dong taratdi. Yozuvchi g'azab va ehtiros bilan yozilgan bu kitobida o'zi yashagan davr Angliyasidagi mavjud davlat tuzumi, ijtimoiy tartib va xulq-atvorlar ustidan qattiq kuladi, ularni qoralaydi. Yozuvchi hokim sinflarning tekinxo'r va munofiqligini, amaldor shaxslarning toshbag'ir, qabih va xudbinligini fosh qiladi. Bu kitobning ko'plab sahifalari qadimgi burjua va dvoryan Angliyasiga qarshi bitilgan bo'lsa-da, lekin uning satirik kuchi, mohiyati shu kunlarga ham o'z qimmatini saqlab qolgan. Siz ushbu kitobni o'qir ekansiz, asarning asosiy qahramoni Gulliverning o'z zamonasini qanday ta'riflaganiga guvoh bo'lasiz. Asarda adib tasvirlagan joylar aslida yo'q, lekin unda tasvirlangan jamiyat bor edi. Adib o'z jamiyatidagi nuqson va kamchiliklarni tanqid qilish uchun to'qima mamlakatlarni o'ylab topadi. Chunki o'sha davrda tanqidiy fikrlash juda xavfli edi. Shunday bo'lsa-da, adib bunga qo'l uradi va ushbu asar yuzaga keladi. Siz asarni o'qish davomida undan ham zavqlanasiz, ham adib yashagan davrdagi oddiy xalqqa achinasiz. Shuningdek, yuqoridagi fikrlarning qanchalik haqiqat ekanligiga guvoh bo'lasiz.